Bugun men sizga 1 yildan pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim va ko'pchilik uchun yoqimli bo'lishi mumkin bo'lgan yangilik haqida batafsil tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, balki ishlayotgan fuqarolarga, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan ota-onalarimizga, nogironligi bo'lgan shaxslarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va hatto farzandlari ota-onasining hujjatlarini yuritayotgan odamlarga ham tegishli. Chunki pensiya masalasida bitta noto'g'ri tushuncha, bitta yetishmayotgan hujjat yoki bitta kechikkan murojaat odamni oyma-oy puldan mahrum qilib qo'yishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? 1 iyuldan keyin nima o'zgaradi? Kimlar bundan foyda ko'radi? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi joylarda ehtiyot bo'lish kerak va eng muhimi, siz amalda nima qilishingiz kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p oila o'z haqini vaqtida oladi. Men pensiya tizimidagi eng katta muammo nimada ekanini ko'p marta ko'rganman. Odamlar o'z huquqini bilmaydi. Hujjatlarni oxirgi paytga qoldiradi yoki davlat o'zi hisoblab beradi, men aralashmasam ham bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya hisoblashda har bir yil, har bir oy, ba'zan bitta ish joyidan berilgan ma'lumotnoma ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Avvallari ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Fuqaro pensiyaga chiqmoqchi bo'lsa, ish staji, oylik maoshi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, tashkilotlardan tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinar edi. Kimningdir eski korxonasi yopilib ketgan bo'ladi. Kimningdir mehnat daftarchasida muhr-xira tushgan bo'ladi. Kimdir bir necha yil norasmiy ishlagan bo'ladi. Natijada odam pensiya yoshiga yetganda birdaniga hujjat izlashga tushadi. Bu esa asab, vaqt va pul talab qiladi. Endi 1 iyuldan boshlab pensiya jamg'armasi yo'nalishida ayrim jarayonlar fuqarolar uchun qulayroq, tezroq va shaffofroq bo'lishi kutilmoqda. Bu yerda eng asosiy g'oya shuki, odam o'ziga tegishli pensiya, nafaqa yoki qayta hisoblash masalalarida ortiqcha sarson bo'lmasligi kerak. Ma'lumotlar imkon qadar elektron bazalar orqali tekshirilishi, murojaat qilish osonlashishi va ayrim to'lovlar bo'yicha fuqaroga qulaylik yaratilishi kerak. Men buni yoqimli syurpriz deb atayotganimning sababi ham shunda. Ko'pchilik pensiya masalasini faqat pensiyaga chiqqanda eslaydi. Lekin 1 iyuldan keyingi tartiblar, qulayliklar va tekshiruv imkoniyatlari hozirdanoq o'z holatini bilib olishga yordam beradi. Agar siz bugun o'z ma'lumotlaringizni tekshirsangiz, ertaga pensiya tayinlashda kamroq muammoga duch kelasiz. Birinchi bilish kerak bo'lgan narsa, pensiya miqdori havodan olinmaydi. U odatda ish staji, rasmiy daromadlar, sug'urta badallari, ayrim imtiyozli davrlar va qonunchilikda belgilangan koeffitsiyentlarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun qo'shnim falon summa oladi, men ham shuncha olishim kerak degan yondashuv to'g'ri emas. Ikki odam bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin ularning ish staji, maoshi, rasmiy ishlagan davri va hujjatlari mutlaqo boshqacha bo'ladi. Masalan, birinchi misolni olaylik. Akmal aka 6 yoshga yaqinlashgan, 35 yil ishlagan. Lekin shu 35 yilning 10 yilida u rasmiy emas, og'zaki kelishuv asosida ishlagan. Mehnat daftarchasida faqat 25 yil ko'rinadi. Akmal aka o'zi men butun umr ishladim deydi. Bu insoniy tomondan to'g'ri. Lekin pensiya hisobida rasmiy tasdiq muhim. Agar 10 yil uchun ish beruvchi tomonidan ma'lumotlar topshirilmagan, soliq yoki ijtimoiy to'lovlar ko'rinmagan bo'lsa, bu davrni pensiya hisobiga kiritish qiyinlashadi. Demak, Akmal aka uchun 1 iyuldan keyingi eng muhim vazifa elektron bazada staji to'g'ri aks etganmi? Eski ish joylari bo'yicha ma'lumotlar bormi? Shularni oldindan tekshirish. Ikkinchi misol, Dilbar opa 25 yoshga yaqinlashgan. Davlat tashkilotida uzoq ishlagan, keyin xususiy korxonaga o'tgan. Uning mehnat daftarchasi joyida, lekin eski korxonadagi maosh ma'lumotlari arxivda qolgan. Agar u pensiya yoshiga yetganda hujjat izlashni boshlasa, arxivdan javob kelguncha vaqt ketadi. Ba'zan arxiv tashkilot nomi o'zgargani, hujjatlar boshqa joyga topshirilgani yoki ma'lumotlar to'liq emasligi sababli qo'shimcha izoh so'raydi. Agar Dilbar opa hozirdan harakat qilsa, ya'ni ish staji va daromad ma'lumotlarini tekshirtirib olsa, pensiya tayinlash jarayoni ancha yengil bo'ladi. Uchinchi misol. Rustam ismli fuqaro nogironligi bo'lgan farzandini parvarish qiladi. Oilada doimiy xarajatlar ko'p. Dori-darmon, transport, tibbiy ko'rik, parvarish vositalari. Bunday oilalar uchun nafaqa va ijtimoiy to'lovlar
o'z vaqtida tayinlanishi juda muhim. Endi iyuldan keyingi qulayliklar aynan shunday o'ylar uchun ham ahamiyatli. Murojaat tartibi osonlashsa, ma'lumotlar idoralar o'rtasida tezroq almashsa, fuqaro bitta hujjat uchun 5 ta joyga yugurmaydi. Lekin bu degani umuman hech narsa qilmaslik kerak degani emas. Fuqaro baribir o'z holatini nazorat qilishi, tibbiy xulosa, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, yashash manzili va oilaviy holat ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshirishi kerak. 4-misol, bir oila boquvchisini yo'qotgan, uyda voyaga yetmagan farzandlar bor. Bunday vaziyatda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi oilaning kundalik hayoti uchun hal qiluvchi darajada muhim bo'lishi mumkin. Lekin ko'p hollarda odamlar qaysi hujjat kerakligini bilmaydi. O'lim haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank kartasi ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Agar bular tartibli bo'lsa, jarayon tezlashadi. Agar bitta hujjatda ism bir xil yozilmagan bo'lsa, masalan pasportda Shahnoza, tug'ilganlik guvohnomasida Shahnoza deb yozilgan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Endi kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkinligini aniq ajratib olaylik. Xavotir olishi kerak bo'lgan birinchi toifa pensiya yoshiga 1003 yil qolgan fuqarolar. Siz hali vaqt bor deb o'ylamang. Aynan shu davr hujjatlarni tartibga keltirish uchun eng yaxshi vaqt. Mehnat daftarchasini tekshiring. Elektron mehnat tizimidagi ma'lumotlarni solishtiring. Eski ish joylaringiz haqida ma'lumotlar bor yo'qligini aniqlang. Agar biror korxona yopilgan bo'lsa, arxiv yo'lini oldindan biling. Ikkinchi toifa. Mehnat faoliyatida uzilishlar bo'lgan odamlar. Masalan, bir necha yil chet elda ishlaganlar, norasmiy ishlaganlar, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritganlar, mavsumiy ishlaganlar. Bunday davrlar pensiya hisobida turlicha ko'rib chiqiladi. Agar to'lovlar rasmiy amalga oshirilgan bo'lsa, bu sizga foyda. Agar rasmiy iz bo'lmasa, muammo tug'ilishi mumkin. Uchinchi toifa. Oyligi konvertda berilgan odamlar. Men buni ochiq aytaman. Bugun qo'lga ko'proq pul oldim deb xursand bo'lgan odam ertaga pensiyada kamroq summa olishi mumkin. Chunki pensiya hisobida rasmiy daromad muhim. Agar ish beruvchi sizga 5 million so'm bergan, lekin rasmiy hujjatda 20 million ko'rsatgan bo'lsa, tizim asosan rasmiy raqamni ko'radi. Shuning uchun ishlayotgan fuqarolar uchun ham bu mavzu juda muhim. 4-toifa pensiyasi tayinlangan, lekin miqdordan norozi bo'lganlar. Agar siz mening stajim ko'p edi, nega pensiyam kam chiqdi deb o'ylasangiz, avvalo hisob-kitob asoslarini so'rashingiz kerak. Qaysi yillar hisobga olingan, qaysi davrlar kiritilmagan, daromad qaysi hujjatlarga qarab olingan, shularni aniqlash lozim. Ba'zan xato fuqaroda bo'lmaydi, ma'lumot yetishmagan bo'ladi. Ba'zan esa odam o'zi rasmiy ishlamagan davrlarni pensiyaga qo'shiladi deb o'ylab adashadi. Xotirjamroq bo'lishi mumkin bo'lganlar kimlar? Ish faoliyati to'liq rasmiy bo'lgan, elektron mehnat daftarchasi to'g'ri yuritilgan, soliq va ijtimoiy to'lovlari muntazam aks etgan, hujjatlarda ism, familiya xatosi bo'lmagan fuqarolar. Lekin xotirjam degani tekshirmasdan yurish degani emas. Hatto eng tartibli odam ham yiliga kamida bir marta o'z ma'lumotlarini ko'rib chiqishi kerak. Endi eng muhim nuqtalarga o'tamiz. Pensiya masalasida odamlar ko'pincha asosiy qoidani eshitadi, lekin istisnolarni bilmaydi. Aynan istisnolar pul miqdoriga, tayinlash muddatiga va hujjatlarning qabul qilinishiga ta'sir qiladi. Birinchi nozik jihat murojaat sanasi. Ko'p odam pensiya yoshiga yetdi, lekin keyin boraman deb yuradi. Bu xavfli. Chunki ayrim to'lovlar murojaat qilingan sanadan yoki qonunda belgilangan muddatlardan kelib chiqib tayinlanadi. Agar siz kerakli vaqtda murojaat qilmasangiz, ba'zi hollarda oldingi oylar bo'yicha pulni to'liq olish imkoniyati cheklanishi mumkin. Shuning uchun pensiyaga yetishdan oldin tayyorgarlik ko'rish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Hujjatlardagi harf xatolari. Bu mayda ko'ringani bilan katta muammo. Masalan, pasportda familiya Karimov, mehnat daftarchasida Karimov deb yozilgan bo'lsa, tizim buni bir odam deb avtomatik qabul qilmasligi mumkin. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 1964 yil 12 mart, boshqasida 1964 yil 20 mart bo'lsa, tasdiqlash kerak bo'ladi. Men bunday holatlarda odamlarga maslahat beraman. Hujjatlarni faqat yig'ib qo'ymang, ularni solishtiring. Har birida ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana bir xil yozilganmi? Diqqat bilan ko'ring. Uchinchi nozik jihat eski ish joylari, Sovet davridan. 1990 yillarda
yoki 2000 yillar boshida ishlagan ko'plab korxonalar bugun mavjud emas. Lekin bu korxonalarning arxiv hujjatlari biror davlat arxiviga yoki voris tashkilotga topshirilgan bo'lishi mumkin. Agar odam shuni bilmasa, korxona yopilgan, demak stajim ketdi deb o'ylaydi. Har doim ham unday emas. İzlash kerak, arxivga so'rov berish kerak, tuman yoki shahar bandlik soliq arxiv organlari orqali ma'lumot aniqlash kerak. 4-nozik jihat. Chet elda ishlagan davr. Ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa mamlakatlarda ishlagan. Bu davr pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishi qonunchilik. Xalqaro kelishuvlar va rasmiy to'lovlarga bog'liq. Agar siz chet elda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomasi, to'lovlar, ruxsatnomalar, ish beruvchi ma'lumotlari saqlangan bo'lsa, bular keyinchalik kerak bo'lishi mumkin. Agar hammasi og'zaki bo'lgan bo'lsa, isbotlash qiyin bo'ladi. 5-nozik jihat, o'zi band qilganlar va tadbirkorlar. Ayrim odamlar, men tadbirkorman, do'konim bor, bozorga chiqaman, demak staj ketaveradi deb o'ylaydi. Aslida bu masalada rasmiy ro'yxatdan o'tish, to'lovlarni amalga oshirish va faoliyat davrining bazalarida aks etishi muhim. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz yoki o'zi band qilgan shaxs sifatida ishlasangiz, tegishli to'lovlar va ro'yxat holatini tekshirib boring. Bugungi intizom ertangi pensiya uchun xizmat qiladi. 6-nozik jihat pensiyani qayta hisoblash. Ba'zi fuqarolar pensiya tayinlangandan keyin ham ishlashda davom etadi yoki oldin topilmagan hujjatni keyin topadi. Bunday vaziyatlarda qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin qayta hisoblash uchun menimcha ko'proq chiqish kerak deyish yetarli emas. Aniq asos kerak. Qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat, maosh ma'lumoti, arxiv javobi yoki qonunda belgilangan boshqa dalil. Shuning uchun topilgan har bir eski hujjatni tashlab yubormang. Nusxa qiling, raqamlashtiring va alohida papkada saqlang. 7-nozik jihat, bank kartasi va to'lov olish tartibi. Pensiya yoki nafaqa tayinlanganidan keyin pul qaysi kartaga tushishi, karta folmi, bank ma'lumotlari to'g'rimi? Bular ham muhim. Ba'zan odam pensiya tayinlandi deb o'ylaydi. Lekin karta muddati tugagan yoki rekvizitda xato bo'ladi. Natijada pul kechikadi. Shuning uchun kartangizni, telefon raqamingizni, bankdagi shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. 8-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Pensiya mavzusi ko'tarilishi bilan men sizga pensiyani oshirib beraman. Tanishim bor, pul bersangiz hujjatingizni tezlashtiraman deydiganlar paydo bo'ladi. Men qat'iy aytaman. Hech kimga qo'lga pul bermang. Rasmiy murojaatni pensiya jamg'armasi bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali qiling. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. Birinchi qadam. Shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSSHR, tug'ilgan sana, familiya va ism barcha hujjatlarda bir xil yozilganmi? Ko'ring. Agar nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Ayollar orasida aynan familiya o'zgarishi sababli mehnat daftarchasidagi eski familiya bilan hozirgi pasportdagi familiya mos kelmay qolishi ko'p uchraydi. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni tartibga keltiring. Mehnat daftarchangiz bo'lsa, undagi barcha yozuvlarni ko'rib chiqing. Ishga qabul qilingan sana, bo'shatilgan sana, buyruq raqami, tashkilot muhri bor yoki yo'qligini tekshiring. Agar muhr xira bo'lsa yoki yozuv o'qilmasa, shu tashkilotdan yoki arxivdan qo'shimcha ma'lumotnoma olishga harakat qiling. 3-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Davlat xizmatlari markaziga borib yoki mavjud rasmiy elektron portallar orqali o'zingiz haqingizdagi mehnat va pensiya bilan bog'liq ma'lumotlar aks etganini aniqlang. Agar elektron tizimda biror ish joyingiz ko'rinmasa, bu haqda oldindan so'rang. Hozir bitta so'rov bilan hal bo'ladigan masala pensiya yoshida katta muammoga aylanishi mumkin. 4-qadam, eski ish joylari bo'yicha papka tuzing. Men odamlarga oddiy usulni tavsiya qilaman. Uyda bitta alohida papka oching. Unga mehnat daftarchasi nusxasi, eski ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, diplom, harbiy xizmat hujjatlari, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, bolalar bilan bog'liq hujjatlar, nogironlik yoki tibbiy xulosalar, bank ma'lumotlarini joylang. Hujjatlarni telefoningizda suratga olib, alohida papkaga saqlang. Lekin faqat suratga ishonib qolmang. Asl nusxalar ham kerak bo'ladi. 5-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga savol bilan boring. Ko'pchilik faqat muammo chiqqanda boradi. Aslida oldindan maslahat olish foydali.
Siz borib shunday deyishingiz mumkin. Men pensiya yoshiga yaqinlashyapman. Mehnat stajim va hujjatlarim bo'yicha kamchilik bor yo'qligini bilmoqchiman. Agar pensiya allaqachon tayinlangan bo'lsa, mening pensiyam qanday hisoblangan? Qaysi davrlar inobatga olingan? Qaysi davrlar kiritilmaganini tushuntirib bering deb so'rang. Bu sizning huquqingiz. 6-qadam yozma murojaat qilishni o'rganing. Og'zaki gap ko'pincha esdan chiqadi. Agar sizda aniq masala bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Ariyada ism familiyangiz, yashash yer, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, murojaat mazmuni aniq yozilsin. Masalan, falon yillarda falon korxonada ishlagan davrim pensiya stajiga kiritilmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Yoki pensiyamni hisoblashda foydalanilgan ish staji va daromadlar haqida ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizangiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi raqamni saqlab qo'ying. 7-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p ota-onalar elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Hujjatlarni tushunmaydi yoki uyat qilib savol bermaydi. Agar siz yoshroq bo'lsangiz, ota-onangizning hujjatlarini birga ko'rib chiqing. Ularning qayerlarda ishlaganini yozib oling. Qaysi yillar, qaysi tashkilotlar, qaysi lavozimlar, qaysi shaharda ishlagan, hammasini ro'yxat qiling. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin keyin arxiv izlashda oltindek yordam beradi. 8-qadam. Rasmiy daromadga e'tibor bering. Hali pensiyaga ancha vaqt bor deb o'ylayotganlar uchun eng muhim maslahat. Ish beruvchingiz sizni rasmiylashtirganmi? Oyligingiz to'liq ko'rsatilganmi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar aks etyaptimi, shuni biling. Bugun rasmiy 2 million qolgan 3 million qo'lga berilsa, ertaga pensiya hisobida faqat rasmiy qism muhim bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun qonuniy va shaffof ishlash o'zingiz uchun foyda. 9-qadam. O'zgarishlarni kuzatib boring. Pensiya tizimida indeksatsiya, qayta hisoblash, minimal to'lovlar, nafaqa turlari, elektron xizmatlar bo'yicha yangiliklar bo'lib turadi. Lekin har bir xabarni ham ishonchli deb qabul qilmang. Rasmiy manbalarni tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerga falon summa tarqatiladi degan xabar chiqsa, darhol ishonmang. Avval pensiya jamg'armasi, hukumat qarorlari yoki rasmiy davlat xizmatlari ma'lumotlarini ko'ring. 10-qadam. Agar xato topsangiz jim turmang. Masalan, stajingiz kam ko'rsatilgan, bir ish joyi tushib qolgan. Ismda xato bor yoki pensiya hisobida tushunarsiz holat bor. Bunday paytda baribir foydasi yo'q deb o'tirmang. Avval rasmiy tushuntirish so'rang, keyin kerak bo'lsa qo'shimcha hujjat topshiring. Har bir murojaatni yozma tarzda qiling va javobni saqlang. Agar javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. Yana bir muhim jihatni aytib o'taman. 1 iyuldan keyingi qulayliklardan foyda ko'rish uchun fuqaro ham faol bo'lishi kerak. Davlat tizimi elektronlashgani yaxshi, jarayonlar yengillashgani yaxshi, lekin ma'lumot noto'g'ri bo'lsa yoki umuman bazada bo'lmasa, uni aniqlash va tuzatish uchun baribir harakat kerak bo'ladi. Pensiya bu tasodifiy sovg'a emas, bu odamning yillar davomida qilgan mehnati evaziga oladigan haqqi. Haqni esa bilgan, izlagan va hujjatini tartibga solgan odam to'liqroq oladi. Men ko'p ko'rgan yana bir vaziyat bor. Odam pensiyaga chiqadi, birinchi oylik pensiyasini oladi va nega kam deb hayron bo'ladi. Keyin tekshirilsa, 8 yil staj hujjat bilan tasdiqlanmagan yoki maosh ma'lumoti topilmagan yoki bir korxona nomi noto'g'ri yozilgan bo'ladi. Agar shu ishlar 2 yil oldin tekshirilganida edi, odam birinchi kundanoq to'g'ri hisoblangan pensiyani olishi mumkin edi. Demak, bu mavzudagi eng katta xulosa kechikmang. Yana bir misol. Mahalla hududida yashaydigan bir onaxon 20 yildan ortiq maktabda ishlagan. Keyin uyda nevaralariga qaragan. U pensiyasi kamligidan shikoyat qiladi. Hujjatlari ko'rilganda bir necha yil bo'yicha ish haqi ma'lumotlari to'liq olinmagani ma'lum bo'ladi. Arxivdan qo'shimcha ma'lumot olingach, qayta ko'rib chiqish uchun asos paydo bo'ladi. Har doim ham natija katta osh bo'lmasligi mumkin. Lekin ba'zida oyiga 100 ming, 200 ming, 300 ming so'm farq ham pensioner uchun juda katta yordam. Chunki bu dori darmon. Kommunal to'lov yoki oziq-ovqat degani. Yana bir holat, fuqaro pensiya yoshiga yetgan, lekin ishlashda davom etgan. U pensiya uchun murojaat qilmagan, chunki hali ishlayapman, keyin olaman deb o'ylagan. Bunday vaziyatda albatta mutaxassisdan maslahat olish kerak. Chunki pensiya olish huquqi paydo bo'lgan paytdan keyingi kechikish ayrim hollarda moliyaviy yo'qotishga olib kelishi mumkin.
har bir holat alohida ko'riladi. Lekin umumiy maslahat bitta. Huquqingiz paydo bo'lishi bilan uni tekshiring. Men tomoshabinlarga doim shuni aytaman. Pensiya masalasida 3 ta narsa eng qimmatli. Birinchisi vaqt, ikkinchisi hujjat, uchinchisi rasmiylik. Vaqtida murojaat qilsangiz, hujjatingiz to'liq bo'lsa, ish faoliyatingiz rasmiy aks etgan bo'lsa, siz ancha kuchli pozitsiyada bo'lasiz. Agar bu uchalasidan biri yetishmasa, jarayon cho'zilishi yoki summa kutilgandan kam bo'lishi mumkin. Demak, har iyuldan pensiya jamg'armasi bilan bog'liq yoqimli yangilik va qulayliklarning asosiy mazmuni shundaki, fuqarolar o'z pensiya va nafaqa masalalarida ko'proq shaffoflik, tezkorlik va qulay murojaat imkoniyatlariga ega bo'lishi mumkin. Lekin bundan to'liq foyda olish uchun har birimiz o'z hujjatlarimizni, mehnat stajimizni, rasmiy daromadlarimizni va elektron bazalardagi ma'lumotlarimizni tekshirib borishimiz shart. Bugun sizdan bitta amaliy ishni so'rayman. Videoni ko'rib bo'lgach, ota-onangiz yoki o'zingizning mehnat daftarchangizni, pasport ma'lumotlaringizni va eski ish joylaringiz ro'yxatini tekshirib chiqing. Agar biror noaniqlik topsangiz, kechiktirmasdan pensiya jamg'armasi bo'limi yoki davlat xizmatlari orqali maslahat oling. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya hujjatlarini tayyorlashda eng ko'p uchraydigan muammo nima? Staj tushib qolganmi? Arxiv ma'lumotlari topilmayaptimi? Pensiya kam hisoblanganmi yoki murojaat jarayoni qiyinmi? Fikringiz boshqalarga ham yordam beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida vaqtida olingan bitta to'g'ri maslahat butun oilaning daromadiga ta'sir qilishi mumkin.